Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz tushda tasbih aytish, ya'ni tushda tasbih aytish nimalarga ishora qiladi? Kim Alloh taologa tushida tasbih aytsa, mo'min kishi bo'ladi, ya'ni ibodatlarni o'z vaqtida qilayotgan mo'min banda hisoblanadi. Agar aytish kerak bo'lmagan o'rinlarda tasbih aytmayotgan bo'lsa, ya'ni shu holda tush ko'rsa, ya'ni g'ofillardan, Alloh taoloning zikridan uzoq bandalardan hisoblanadi. Agar subhanalloh desa, ya'ni tushida subhanalloh deb Allohni zikr qilsa, tashvishli yoki biror bir musibatga uchragan bo'lsa yoki kasal bo'lib qolgan bo'lsa, Alloh taolo uni kutmagan joylaridan, taraflaridan bulardan xalos etishiga ishora bo'ladi. Agar tasbih aytishni unutsa, tasbih aytishni unutib, mana shu zikrlarni aytmayotgan holda tushda ko'rsa, yuqorida aytgan ta'birlarimizda aksi bo'ladi, ya'ni g'am, tashvish, musibat yetishiga ishora bo'ladi. Video yoqmasa like bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.